Dizaynida, sifatida bir-biridan o'tadigan top 3 ta modelimiz e'tiboringlar markazida. Birinchisi Anna modeli. Betakror dizaynda bo'lgan, ikki rangda kombinatsiya qilganmiz. Ranglari ham bir-biriga juda ham mos tushgan, sochina ranglarda bo'lgan. Shkafin dizayni ham juda ham chiroyli ishlangan, ichlari ham akkuratni. Tremosi ham, partasi ham juda ham o'ziga mos tushgan. Ko'rib turganinglardek, mexanizmlari davchi mexanizm, plamni ochilib yopiladi. Ikkinchisi Diaz modelimiz. Bu o'g'il bolalarimizga juda ham to'g'ri tanlov bo'ladigan model. Kravatning spinkalarini ko'rasizlar, tumbalari ham o'zgacha stilda bo'lgan. Bu ham ikki rangda kombinatsiya qilingan. Shkaflarning ichi ham akkuratni ishlangan. Tagida 4 ta tortmasi bor. Komplektida shunaqa o'ziga yarashgan tremosi bilan partasi bor. Juda ham chiroyli ishlangan. Mexanizmlari davchi mexanizm. Uchinchisi legendarniy Bella modeli. Bekorga legendarniy demadim, eng ko'p sotilayotgan modellarimizdan bittasi. Rangiga alohida e'tibor berib qo'yasizlar, sochina rangda bo'lgan. Komplekti ham idealni tushgan bir-biriga. Shkaflarning ichi akkuratni, tremosi ham o'zgacha dizaynda, partasini gapirmasa ham bo'ladi. Mebellarimiz juda ham sifatli qilib ishlangan, eng asosiysi narxi ham yo'q. Kravatimiz taglari podyomniy mexanizm hammasiniki.